Hürmetlik mehmanlar, tövəndə özünün şox, coşqun naxışları bilan xalqımızga tanılgan talantliq yosh naxışçı Muxtar Buğra'nın kasbdoshi Adila bizni sahnimizga taklif qilamiz. Qani Adila. Yaxshimisiz Adila? Yaxshimisizlar. Mening bilishimcha sizning hozirgacha aytib kelayotgan naxışlarınız Muxtar akamning ijodiyatiga ishlangan nurg'un naxışlarınız bor-ku deyman, shundaqmi? Shundaq. Muxtar akamning beparvo ko'zlarga, ota ta'biri, tabiat anam, oq qiz qatorliq ijodiyatlarga ishlangan nurg'un naqshlarni aytdim. Hamda bu naqshlar xalqaro sahnalarda, davlat ichi ham avtonom rayonimizga qaysi sahnalarda o'ynalib, zo'r sharaflarga erishdi, nurg'un mukofotlandi. Shuning bilan birga buningdan boshqa yana Muxtar akam shu rejissorlik sohasidami men qarindoshlarcha yordam qo'lini sundi. Mush munosabat bilan Muxtar akamga o'zimning cho'nqir rahmatimni bildirish bilan birga Atish shahridan kelgan har qaysi usulchi sing'illarim, do'stlarim bilan birga avtonom rayon bo'yicha birinchi darajalik ijodiyat mukofotiga erishgan Odamman Parizat degan naqshini ko'pchilikning o'zoriga sunsam, Muxtar aka biz yana davomli birga ishlaymiz. Menga sizga salomatlik yor bo'lsin. Tomoshabinlarga rahmat. Marhamat. Aşık oldum özünge, bağlandı köngüldeysen. Aşık oldum özünge, bağlandı köngüldeysen. Can, yar, bağlandı köngüldeysen. Deysen, otlarımda örtünüp köy gelirim rast deysen, otlarımda örtünüp